Poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan Toshkent shahrida kriptoaktiv savdolari bilan noqonuniy ravishda shug'ullanib kelayotgan shaxslarni aniqlashga qaratilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida navbatdagi jinoyat fosh qilindi. Olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra, Abror va Boyisxon ismli shaxslar turli saytlar orqali qonunga xilof ravishda, ya'ni hech qanday litsenziyalarga ega bo'lmay turib, kriptoaktivlar savdosi bilan shug'ullanib kelayotganliklari ma'lum bo'ldi. Gumonlanuvchilar bilan olib borilgan surishtiruv ishlari davomida 2025-yil iyul oyidan shu kunga qadar ular yashash manzilida qo'shimcha qurilmalar va dasturiy vositalar yordamida maxsus sayt orqali qonunga xilof ravishda kriptoaktivlar savdosi bilan shug'ullanib kelayotganliklari, saytda jami bitta akkaunt mavjud ekanligi aniqlandi. Gumonlanuvchilar 2025-yil 30-iyuldan 2026-yil 21-yanvar kuniga qadar 793 ming USDT kriptoaktivlar aylanmasini amalga oshirganliklari aniqlandi. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida 1 dona kompyuter jamlanmasi, 22 dona telefon apparati, 3 dona sim kartalar, 229 dona har xil bank kartalari o'rnatilgan tartibda xolislar ishtirokida bayonnoma rasmiylashtirilib, ashyoviy dalil sifatida olingan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar davomida Poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan bu kabi tadbirlar davom ettirilmoqda.